Aziz o'quvchilar, hurmatli abituriyentlar, xabaringiz bor. Shu yildan, ya'ni 2025-yil iyul oyida bo'ladigan imtihonlardan boshlab chet tili birinchi blokda turgan abituriyentlar uchun sertifikat majburiy. Ya'ni chet tili birinchi blokingizda turibdi, masalan, ingliz tili birinchi blokingizda, lekin siz hali sertifikat olib ulgurmadingizmi? Hech ham xafa bo'lmang, sizda hali bir nechta imkoniyatlar mavjud. Agar safar topshirmoqchi bo'lsangiz, aprel va may oylari uchun ro'yxatdan o'tish ochiq. Ya'ni aprel oyi oxirida bo'ladigan imtihon uchun 12-aprel sanasigacha ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. May oyi imtihoni uchun esa 26-aprelgacha bo'lgan sanalarda ro'yxatdan o'tib, bemalol sertifikatni qo'lga kiritib olsangiz bo'ladi. IELTS topshirmoqchi bo'lgan o'quvchilar esa tekshirish muddatini 2 hafta hisoblagan holda, masalan, iyun oyini birinchi yarmigacha bo'lgan sanalarda IELTS topshirib, bemalol sertifikatni olib taqdim qilsalar bo'ladi. Go'zal Education'da IELTS 8 va Safar C1 bo'lgan tajribali ustozlar yordamida tezlashtirilgan kurslarda tahsil olib, sertifikatlarni qo'lga kiriting. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.